Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana yangi videolarimni qo'yishni boshladim. O'zim aytganimdek, kommunal sohada o'zimni kommunal sohadagi shaxsiy xonadonimga o'rganyapman. Bu o'zim uchun kerak. O'zim shunga kompyuterdan chiqarib kerakli joylarini yozib olib qo'yyapman. Bundan oldingi qisqa videolarimda ham har xil punktlarini, bo'limlarini aytdim. Mana bu endi yangi punktlardan, bo'limlardan tabiiy gazni shartnoma daftarchasidagi yozilgan punktlardan yana biri bor ekan. Bularni mana yana o'rganyapman. Masalan, ta'minotchi huquqlari deganda, ta'minotchi iste'molchiga tabiiy gaz yetkazib berishni boshlagandan keyin tabiiy gaz daftarchasini to'g'ri rasmiylashtirishdi, qog'ozlarini to'g'ri, to'lovlarini to'g'ri rasmiylashtirishdi, tushuntirishi va har oyda ta'minotchi har oyda bir marta reja asosida inventarizatsiya, ya'ni xatlov qilish kerak ekan. Xonadonga borib har oyda bir marta inventarizatsiya xatlov qilib har oyda ko'zdan kechirish kerak ekan. O'sha texnik anjomlarni barchasi hisoblagichlarni xatlov qilib tekshirish kerak ekan. Bu ta'minotchini majburiyati ekan. Bunday olib qaraganda shuni tekshirib to'g'ri noto'g'riligini barchasini bajarib borish kerak ekan. Mana qiziq narsa, bu ham juda kerakli joyi. Masalan, ishlamay qoldi, bazaga kirmay qoldi, anaqa bo'lib qoldi, manaqa bo'lib qoldi deydigan tortishuv hollarda, masalan, men endi bu o'zimni shaxsiy xonadonimnikini o'rganyapman. O'rganayotgan holatimda mana shu punktiga ham to'g'ri keldim. Masalan, har oyda o'sha ta'minotchini belgilangan maxsus nazoratchi deydi hozir, shu nazoratchisi xatlov qilib o'sha texnik anjomlarni hammasini tekshirish kerak ekan. Ishlayapti, ishlamayapti, inventarizatsiya qilib bu narsalarni to'g'ri rasmiylashtirib borish kerak ekan. Bu ularni vazifasi ekan. Mana o'sha punktiga ham to'g'ri keldim. Mana yozib qo'ygan ekan, aniq qilib belgilab qo'ygan ekan.